Vaqtni 5 yilga ortga qaytara olgan inson haqida eshitganmisiz? Unda sizga oltinga teng ma'lumotni ulashaman. Diqqat bilan eshiting. 46 yoshlik texnologik millioner o'z tanasini saqlab qolish uchun yoshlik algoritmini ishlab chiqqan va 6 oy ichida o'z tanasini 5 yilga yoshartira olgan. Uning yuragi 5 yilga yoshargan, xuddi 37 yoshlilarnikidek. Terisi 28 yoshli yigitlarnikidek. O'pka hajmi va jismoniy holati 18 yoshlilarnikidan farq qilmaydi. Sochlaridagi oqlar 80% ga kamaygan. Organizmda yallig'lanishga moyillik 66% ga kamaygan. Uning kun tartibiga qisqacha to'xtalamiz. Har kuni ertalab soat 5 da uyg'onadi. Kun davomida 100 dan ortiq qo'shimchalar qabul qiladi. Bir qoshiq zaytun yog'i ichadi. Kollagen peptidlari, keratin, aminokislotalar, turli moddalar aralashgan kokteyl ichadi. Har kuni 7 da 1 soat sport bilan shug'ullanadi. Yuz parvarishida pepsid, vitamin C, vitamin E, ferol kislotasi, tretinoin, namlantiruvchi kremlar va fotoepilyatsiyadan doimiy foydalanadi. Tez tayyorlanadigan va qayta ishlangan barcha mahsulotlardan butunlay voz kechgan. Har kuni soat 8:30 da uyquga yotadi va 8 soat uxlaydi. Kun davomida faqat bir mahal soat 11 da ovqatlanadi. Ovqat kaloriyasi 2000 kal. Yoshartirish olimpiadasida hozircha 1750 ishtirokchi orasida Jonson birinchi o'rinda. Siz ham ushbu amaliyotni amalga oshirgan bo'larmidingiz va Jonson ushbu amaliyot uchun yiliga qancha pul sarflaydi deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikringiz biz uchun muhim.